boqmaydi. U nima, bu nima? Ko'ylagida farqi bor, xolos. Xudo shunaqa moldaqa hayotni nasib qilsin. Xudo yeganni shukrini ado etadigan, o'zini kalomida aytibdi. Bergan ne'matimga shukr qilsanglar, bergan ne'matimni ziyoda qilib beraman. Agar unga kufrona ne'mat bilan noshukrlik qilsangiz, sizdan uni tortib olaman va boshqa har baloy musibat yuboraman deyapti. Bu ne'mat deganda faqat oshni nonni tushunmang. Salomatligingizdan bir ne'mat. Ko'zingizni ko'rib turishi, quloqingizni eshitigi, oyog'ingizni sizni olib boshligi bir ne'mat. Xudo mana shu sizni eshitligingizni olib qo'ysa-chi nima qilar ekansiz? Gapirolmay qolingchi nima qilasiz? Qo'lingizdan kelib boshqa bir asbob uskuna yo'q, quloqdoniga quloq qo'yadigan, ko'zdoniga ko'z qo'yib qo'yadigan, tildan mashhur qo'yadigan. Endi u protezlar, qo'yayotgan apparatlar u bir vaqtinchalik narsa u. Shuning uchun aziz birodarlar, Xudo bergan ne'matni shukriga yetishlikni Xudo barchangizga nasib qilsin. Kelin-kuyovni haqida ham so'rabdi. Kelin-kuyovning urf-odatlari qanday bo'ladi? Haligi kelin uyga kirganda, kuyovni olib kirgandan keyin bo'ladigan oymidi, kunmidi so'rabdi, shu savolni qildi. Shariatimizda kelin bilan kuyov nikohidan keyin uyga kirib ketdimi, o'rtasiga hech kim tushmaydi, haqqi yo'q. U yanga bo'ladimi? O'kil ota bo'ladimi, o'kil bu bo'ladimi, opa otasi bo'ladimi, enasi bilan qizig'i yo'q. O'zlari qanday hayot kechirishni biladi. Yangi kuyovni odobi uyga kirganda kelinni qiblaga yuzlantirib, tahorati bo'lsa tahorat qildirib, qiblaga yuzlantirib, 2 rakat shukrona namoz o'qishadi. Xudodan salohiyatli hayot, yaxshi umr, tan omonligi, sirridan shakar o'qil qizlarni so'rab, ota-onasini xizmatini qilib, duosini olib hayot kechiradi. Endi bizning yangalarimiz-chi, erini paypog'ini yechmaydi. Kuyovni paypog'ini yechadi. Paypog'idan 500 chiqadi. Shu xotinimiz ketyapti yanga bo'lib. Ha, bugun dadasi kelmayman. Ha, faloncha o'rtog'im yo singlim qizim chiqaradi, yanga bo'lib ketyapman, qolar ekanman. Ittamangacha nog'ora solib chiqadi, patni solib, yor aytib chiqadi kelin bilan kuyovga. Birinchi kun hali bir-birini tanishmadi, o'tirishmadi, yotmadi, o'tkazib olib kirishga so'rar ekan, oydami kundami deydi. Ma'nosiga e'tibor bering-da bu gaplarni. Hayot uyatdi. Sizni xotiningiz borib birovda o'g'lidan qizdan so'rayapti, oilami kundami deyapti. Bir sochini silab qo'ying, ma'lumot taqib qo'ying deydi. Kastingizga chiqaringiz ketdingizmi deydi, paytog'ingizga chiqaring deydi. Ertaman chiqib ketsa ham kuyov bola nima qilar ekan? Bolishim tagiga 1000 so'm qo'yib ketar ekan. U o'zining uyiga kirdim yo Ukrainaga xatay kirdim. Yo bir gastinsiga kirdim, bir kunlik gastinsiga kirib, pul tashlab ketyaptim o'zining uyida. Yo ongimiz past bizni. Yo lo'qmiz. Yo bilib-bilib bilmaslikka olamiz. O haligi chukcha degan millat bor ekan, qo'liga yutib olar ekan. Yutib bunga qilishda borligini biladi. Ular bunga qiladi. Bizi xalqimizdan borib bunga yo'q qolyapti shekilida. Ma'naviy qashqorlikdan, dinni bilmaganligidan, o'zini musulmonman deb musulmonchilik bilmaganligidan, xuddi chukchalar qo'liga yutib olib ichida hech narsa yo'q ekan-u degandek, bu islom nima ekan deyapmiz mana. Buni ochiq qaramayapmiz. Islomda hamma qoida bor. Erkak qanday, ayol qanday, xotin, opa, singil, aka, uka, tog'a, amma, xola hammasi batafsil bayon qilingan. Nima halol, nima harom, qanday turmush qilish kerak. Mana hozir mo to'ydi, aytayotgandir ba'zi o'zlar, bu vahobiy qopdimi, inomiddin aka deyotgandir. Bu vahobiyniki emas. Bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnati bu. Agar shu xonadondan qancha odam o'tgan bo'lsa, hozir hadis qudusida xabar bor. Shu odamning ruhiga, ya'ni qabriga jannat darvozasi ochilib, ikkita farishta salom bilan, Allohning salomi bilan jannat ne'matlarini olib kirib beryapti hozir. Agar shuni oldida bu inomdan aka shuni oldiga bir mashsoqchini olib kelib, arolatni terib olib, o'yinga kuy qilib, xotin basni, erkak basni qilganda o'tganlarning qabriga chap tarafida ikkita azob beruvchi farishta kirardi.
jahannam alovi bilan azob beradi unga. Qaysi bizga kerak? 2 soat, 3 soat kayf sabot o'yimiz deb, uni qabrda yotganini ham yer bilan yaxshilab qilyapmiz. Lekin manaka ilmi suhbat bilan o'tsa-chi, ruhi shod bo'lyapti. Ha, katakka tovuqni qamab qo'yasiz, don bermaydi, nima qiladi tovuq? Tovuqdan xabar olasiz, donidan suvdan qaraysiz, o'lib qolmasin deb. O'tganlarni ham ruhini shod qilgani, ularga ham yod qilib, namozlaringizda duo qilib, dasturxonda oddiy dasturxonda o'tirganingizda ham yeb olganingizdan keyin duo fotiha qilib, Parvardigor, otam bor edi, onam bor edi. Yo akam va ukam bor edi, o'tib ketdi, o'zi rahmatingga ber. Shu yeganimiz savobidan yetkizgin deng. Mana shunda Xudo taborak va taolo ahkom-i shariatga muvofiq hayot kechirishimizga nasib bo'ladi. Savollarni olasiz. Bitta savol. Mana bu maktablar haqida so'ralgan savolni mahalliy jami masjid domlalariga aytsalaringiz, har kim o'zini hududini qanaqaligini biladi, o'zlari javob beradi. Qoraka iltimos talaq haqida tushuntirib qo'ysiz. Xo'p, taloq nikohni buzadi birodarlar. Endi taloq aytayotgan odamning niyatiga bog'liq bo'ladi. Niyat ikki xil bo'ladi. Birinchisi xotinni qo'yish bo'ladi, ikkinchisi siyosat bo'ladi. Agar xotinga siyosat qilib, po'pisa qilib, shuna deb qo'ysam, bir tarbiyasi to'lib qoladi, gapimga kiradigan bo'ladi. Bir bola chaqiga tuzilib qaraydi, ota-onam xizmatini yaxshi qiladi, men roziligimni topadi deb, agar sen masalan qilsang, qo'yib yuboraman, javob senga deb siyosat uchun aytsa, taloq tushmaydi. Endi poylab yuribdi, o'yan topmoqchi, gapidan xato, ovqatdan xato topdi, shu bir payt poylayapti-yu, bir xato qilsa-yu, qo'ydim desa. Shu payt poylab turib qo'ydim deb niyatda qo'ymaslik bo'lib qo'ygan bo'lsa, bir tarafga tushadi. Sog' bo'lami, kasal bo'lami, ya'ni sog' bo'lami, mos bo'lami, qaysi holatda uchtalar degan bo'lsa, qizig'i yo'q. Juma bilan hayit to'g'ri kelib qoladimi? Ramazonda hayiti bo'ladimi? Juma kuni bo'ladimi? Yo'q, safarga borib kelgandan keyin qayta nikoh qilsa bo'lar ekan, unaqa narsalar yo'q. Uchtalaqqa bitta yo'li bor. Xotin erga tegadi, iddat chiqqandan keyin u bilan yashaydi, er xotinlik qiladi, yashab ketdi. Agar u er qo'y bersa, qaytib kelib iddatini tugatsa, keyin nikoh qiladi. Yoki xotin uyda o'tirib turib, er bir ikkita xotinni olib qo'yib olgandan keyin nikoh qilsa bo'laradimi? Yo'q. Bu vazifa faqat xotinga taalluqli. Xotin erga tegib chiqish kerak. Ya'ni gul boshqa tuvakka o'rnatilishi kerak, o'sha tuvakda yashash kerak. U tuvay qo'yib olsa, qaytib kelib yana gulligini qilish kerak. Bunga o'g'illarni olib ishlamaydi. Shuning uchun taloqni o'ylab, gapirishdan oldin o'ylab ish qilish kerak. O'g'illarning so'zi otilgan o'q bo'ladi. Arslonni o'lgan arslonda itib qolmaydi. O'lgandan keyin, shundaylarmi? Erkakmisiz? Gapish arsloncha bo'lsin. O'lingizdan arslon bo'lib tursin. O'tiringizga o'g'il bola bo'lib o'lganingizga shaqalolmaydi-da. Bir xil o'tiring. Bir so'z egasi bo'ling. Xudo nasib qilmasin nikoh buzilishini. Bir nikoh bilan o'tishni Xudo nasib qilsin. Lekin ayollarni bir erkak bilan hayot kechiradi, erkaklar 4 ta xotin olishga ijozat beriladi. Nima uchun? Bir xil ko'rinishda, hammasini bir xil ko'rib, bir xil egizib, bir xil kiydirib, bir xil uyda, bir xil muomalada, ham moddiy, ham jismoniy, ham jinsiy tomonlamada bir xil muomala qilsa 4 ta xotin. Bittasi yoshroq, bittasi chiroyliroq, bittasi puldorroq, bittasini neksasi bor, bittasini eshakorasi bor bo'lib qolsa, uni qasdi mumkin emas shariatda. Shundaylar. Endi savollarimiz duosi yakin bo'lib ketgan. Bu hoji og'alarimizdan dasturxonga duo qilishligini so'raymiz. Agar bu Inomiddin og'amizni qarshiligi bo'lmasa, suhbatimizni yakin qilsak, dasturxonga duo qilgandan keyin o'tganlarning xatlariga hayriyatli tilovati Qur'on bilan suhbatimizni yakun qilamiz.